Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yili 11-oyning 24-kuni, yakshanba, tushdan keyin kech. Xabaringlarda bo'lgandek, Amerikaningki 47-navbatlik prezidenti Donald Trump apandi bo'lib saylandi. Ya'ni bu kishi Amerikaning 45-navbatlik prezidenti bo'lgan. Bu odam birinchi qitimliq vazifasi tamomlanish arafasida COVID deyilgan kasal vaba chiqqan. Bu Amerikaning iqtisodini, dunyoning iqtisodini umumyuzlik bir qator cho'ktirib o'tgan, ba'zi taraqqiy qilayotgan yoki taraqqiy qilmagan ellardagi nurg'un odamlarni, mundaq qilgan vaqtda milliardlagan odamlarni nomrodlikqa cho'ktirib o'tgan. Chunki vabaning ta'sirini siz bilasizlar. Kishilarning harakati cheklangan, ishlab chiqarish asosan to'xtagan, iste'mol shundoq bo'lgandan keyin azaygan, pul xarjlash, ish qilish deydigan narsalarning hammasi silikkan. Donald Trump vazifadan qolgandan keyin talash tortishlarni o'zini o'qisizlar. 2021 yildan hozirga qadar Joe Biden Demokratlar partiyasidan bo'lgan. Joe Biden Amerikaningki iqtisodi, yani bularning keynida masalan prezidentning maxsus iqtisodiy maslahatchilar o'maklari bo'ldi. Bular davlatningki iqtisodiy sog'lomligini saqlash uchun yoki yuqori ko'tarish uchun bu deganlik milliy daromadning ishsizlikning tuvan bo'lishi, pul paxalligining tuvanlashishi uchun har xil amallarni qiladi. Yani Joe Bidenning vaqtida pul paxalligi 9,1% ga yetgan ahvolda bo'lgan. Bu pul paxalligining kelib chiqish to'g'risida biz har xil vabaning ta'sirini dedik, Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan tajovuzlik urushini dedik, ta'minlash halqisdagi uzukchilikni dedik va hokazo nurg'un sabablarni ko'rsatdik. Ammo davlatlarning iqtisodiy ahvolida, iqtisodiy sog'lomligida asliga kelish, turaqlashish bu o'xshamadi. Ammo Amerikada hozirgacha deb kelyapman, Amerikaning iqtisodida o'zini o'ngshilish nihoyat tez bo'ldi. Mana endi Demokratlar partiyasidan bo'lgan Joe Bidenning Cumhuriyetchilar partiyasidan bo'lgan prezident elect deb qo'ydi. Saylangan Donald Trump apandiga huquqni o'tkazib berishiga 2 oydak vaqt qoldi. Shu vaqtning o'zida biz Amerikaning iqtisodiga qaraydigan bo'lsak, o'tgan yilning oxirida biz xulosa shudirki, Amerikaning iqtisodi yumshoq qo'ndi dedik. Ya'ni garchi Federal Reserve Markaziy banki o'simni 11 qitim o'stagan bo'lsa, ammo pul paxalligida azroq tuvanlash bo'ldi, ishsizlik ig'irlab ketmadi. Iqtisod har holda 2,5%, 3% atrofida oshdi. Ya'ni iqtisodningki pul paxalligining ta'sirini chiqarib o'tgandan keyinki amaliy ishi shunchalik bo'ldi. Bu yilgi farazlarmi, ya'ni iqtisodiy makrolik iqtisodiy ko'rsatkichlar Amerika iqtisodining nihoyatda bu yilni yumshoq holda oxirlashtiradiganligini, xulosa chiqaradiganligini ko'rsatyapti. Ya'ni hozir qaraydigan bo'lsak, ishsizlik nisbati 4,1%. Bu deganlik emgak qilish iqtidoriga ega kishilarning, ya'ni 16 yoshdan yuqori kishilarning ichida emgak qilaman deb emgak xizmat izlayotgan kishilarning ichida 100 odamning ichida 1000 odamning ichida 41 odamlar faqat xizmat topolmayotdi degan gap. Bu emgak kuchi, labor force deb qo'yamiz. Bu mandaq kishilarni o'z ichiga olmaydi-jimi? Ya'ni jinoyat o'tkazib kesilgan, hibsxonada, zindondagi kishilar, ro'y kasallar doktorxonasidagi kishilar, andan keyin askarlikda xizmat o'tmayotgan kishilar, andan keyin yana sanatoriyada kishilar yashanganlar deymiz. Bularni o'z ichiga olmaymiz bularni. Andan keyin xizmat izdamayotganlarni, voz kechganlarni hisoblamaymiz-mi? Xizmat izdab, xizmat topolmaganlarni, xizmat qilish iqtidori bor odamlarning ichidan hisoblaymiz. Bu 4,1%. Andan keyin tabiiy ishsizlik nisbati odatda 2-3% atrofida bo'ldi. Shuningga yaqinlashay deyapti. Andan keyin pul paxalligi oktyabrda biz o'tgan yili oktyabrga qaragan vaqtda hozir 2,16% ga tushdi. Lekin nishon Markaziy bankning nishoni 2% ga tushirish. Shunga bular o'simni kasbmay turgan 9-oyda kesishga majbur bo'ldi. Chunki 8-oydagi sonliq ma'lumotlar toza yaxshi chiqmaganligi uchun.
Anandan keyin 11 ayda yana bir qitim kesdi. 13 ayda kesamdi, kesmamdi, kesish mumkin deyilgan gap bor. 0,25% kesadi deyilgan gap bor. Hozir Federal Funds Rate deymiz, ya'ni banklarning bir-biriga 24 soat pulni qarz berib turishining nisbati 4,83%. Banklarning o'zida hamisha pul olmaydilar. Nimishqa degan vaqtda to'xtamay tijoratchilarga, iste'molchilarga, aholilarga, shirkatlarga qarz berib turdi. Ashuna chaqda favqulodda bularga amonat qo'ygan shaxslar yoki shirkatlar nurg'un adam bir vaqtdan nurg'un pulni olmasa, pul yetishmay qolsa, boshqa banklardan qarz olib turadigan gap. Shunga berib to'laydigan o'sim 4,83%. Ammo bu pul ba'zilar deyishi mumkin. Bu banklar bir-biriga 4,83%lik o'sim oladi ekan-ku. Bizga nima deb 7%lik o'sim bilan mortgage berdi deb. Chunki siz ashning farqini bular tepib beradigan gap banklar. Umuman aytgan vaqtda Amerikaning iqtisodiy saqlam. Kelar yili Biden hukumati huquqni, Amerikaning idora qilish huquqini Trump hukumatiga topshirib bergan vaqtda iqtisod nisbatan yaxshi holatda qo'lga tegdi odamning. Xo'sh. Endi aranglarda ba'zilarninki Trump prezident bo'lgandan keyin iqtisodga nisbatan qanday ta'sir bo'lishi mumkin deb so'raganlar bor. Diqqat qildinglar cho'qim. Donald Trump prezidentlikka saylangan kundan boshlab paychik bozorda umumyuzlik ko'tarilish va pul muomala bozorida umumyuzlik ko'tarilish va jumladan bu shipirliq pulni o'z ichiga oldi. Shu shipirliq pullarda elib payda olganlarning chiroyida kulka, Bitcoinni elib payda olganlarning chiroyida kulka, ammo Bitcoinni elib chiq tutib turmay setayotganlar azroq hasrat chekkandek turdi. Ya'ni savrchanlar uftudo, savrsizlar hasrat chekib hasratni ichiga yutadi degan mushu. Mayli qanday bo'lsin, mablag'chilikning zamonaviy bozordagi, pul muomala bozoridagi mushu mablag' silish, undan pul tepishni az-to'la usullarini o'rganib qo'ygan yaxshi. Bugun texi bir sonlarimiz bilan men ko'rishdim. Sabab sonlarimiz nervi kasalliklari, tashqi kasalliklar doktorlik salaydi, shu maxsus tarbiyalanishga erishdi, rezidensiya deganga erishdi. 6-7 yillik jafoliq tirish orqali shuni o'zining xo'sh xabarini yetkazib degan xo'sh bo'ldim. Shu orliqda bu sonimiz dediki, akam shu ayni vaqtda biroq pul tushgan vaqt uni olib qo'ying, buni olib qo'ying degantingiz. Tuqqan bo'lg'achqa degandim. Shuningdan azroq manfaat qilib, foyda qildi, menga ko'p rahmat dedi. Rahmat ukam sizga dedim. Ammidim muhimi sizningki Amerikada oyada o'qib turib, mushak qilib, tirishib, nurg'un jafolarni yengib, shu rezidensiya topganlaringizdan bak so'yindik. Bu tuqqanlarni, yurt, xalqni xush qiladigan ish. Yani Amerikada bir qiz bolaninki shundoq bir menga qon tomirlarini operatsiya qiladigan viraj qilishning o'zi alomat katta ish deb shundoq deb rag'bat berdim. Buni deyishdan maqsad nima desam, mablag'chilikdan yoshlarga nisbatan azroq vaznasiyat demaymiz, ammo rag'batga o'tib ketdim. Chunki mening kelib chiqishim marchadan bo'lgan ekan. Amerikaga har xil sabablar bilan kelgan qarindoshlarimiz bor. Ko'pinchisi o'qiydi, ba'zilari tijorat qiladi, xizmat qiladi ko'pincha kishilar. Mushu dunyoning qayerda bo'lsin, tibbiy maktabda o'qib, shularning diplomini olgan qarindoshlar Amerikaga kelib qolsa, yoshli bo'lsa, irodasli bo'lsa, tirishib bilsa, oxir doktor bo'ldi ekan mana. Mush sonimizmi 6-7 yil shunaq jafolarni tatdi, oxiri shunaq xayrlik, yaxshi bo'ldi. Shunga boshqa qarindoshlarning dunyoning boshqa yerlaridagi doktorlik o'qigan, irodasi chin qarindoshlarimiz Amerikaga shunday kelib qolsa, uni o'qiyman, buni o'qiyman, mana doktor bo'laman deb jo'may, shu doktorlik imtihonlarini berib, US amaliyatini berib, doktor bo'lsa imkoniyat bor. Vaqt ketadi, ammo buningga ham nihoyat kuchli jasorat ketadi. Agar aqlim ketadi deymiz, ammo
dastlabda shu aqlliq bo'lg'achqa siz shu tibbiy, ya'ni chechan bo'lg'achqa shu tibbiy maktablarni o'qiy oldingiz degan gap. Yani buni bir ozroq deb ketay dedim. Endi iqtisodning gapiga ozroq yanduray gapimni. Ba'zilar Trump prezident bo'lgandan keyin iqtisod qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin deb. Hozir analizchilarning qarashidan qaragan vaqtda Trump appandining saylov mezgilida degan gaplari agar reallikqa aylansa, birinchi bo'lib qiladigani chet eldan kirgan Amerikaga import qilingan har qanday malga aladigan bajni yuqori qildi. Umumyuzlik barliq Yevropadan kelamdi, Osiyodan kelamdi har qandayga 10% bilan 20% atrofida baj olaman, tamojnimni oshirib o'tman, qo'yaman dedi. Xitoydan kelgan malg'allar 60% dan yuqori olaman dedi. 2018-yili Xitoy bilan savdo surkilishi bo'lgan vaqtda Xitoydan kirgan mallarga o'zini ufuqsida baj qo'ygan. 10-15% atrofida baj qo'ygan. Asosliqi alyumin, tömür, anadaki ba'zi turlarga shunaqa baj qo'ygan. Endi bu tamojna beji qo'yishning iqtisodimizga bo'lgan ta'siri nima degan vaqtda bu mal bahosining yuqori ko'tarilishini keltirib chiqardi. Hozir ba'zilar da'vat etadiki, Bidenning demokratchilarning Trumpga yengilib qilishiga sabab Amerikaliklar pulning pahalligini zerikdi, ya'ni pulning setlik kuchining tuvallab ketishidan bular zerikdi, pul pahaligi yuqorilab ketdi deb aqlingachqa. Trump tijoratga moyil, sodini qo'llaydigan odam bo'lg'achqa, bu qanday pul tepishni bilgan odam bo'lg'achqa, Amerikaning iqtisodini yaxshi qiladi. Bizningki paychek, sog'in paycheklarimizning qiymatining ishiga foydasi bor bu odam saylansa, ham pul pahalligini tushira oladi deb ishonganlikdan da'vat qildi. Ya'ni yaqinda bir xalq ra'yini sinagan vaqtda Trumpning saylanishdagi sabablarni el ra'yini sinab tekshirgan vaqtda birinchisi qilgani pul pahalligini tushirdi. Bidenlar, demokratlar pul pahalligini oshirib etdi. Ikkinchisi qonunsiz ko'chmanlar masalasi deb tizgan gap. Ikkinchi Trumpning qilmoqchi bo'lgani nima degan vaqtda birinchisi tamojna bijni oshirdi. Buning iqtisodga ko'rsatgan ta'siri pul pahalligini oshirib o'tishi mumkin. Ikkinchisi qonunsiz ko'chmanlarni men qo'g'lab chiqirman degan gapni qilyapti. Ba'zi Meksikaning chegaralaridan kelib qolgan odamlar bor. Goldman Sachs'ning shunday bir cho'ng mablag'chilik shirkati, ash banka, ashininki nemisdan qaragan vaqtda, iqtisodshunaslarning mo'lcharidan qaragan vaqtda 2025-yili Trump hukumati 2000-yildan vazifaga o'ltirishdan boshlab ijro qilsa 300 ming bilan 2 million 100 ming odamni chegaradan to'shib chiqarib etdi ekan. Sen qonunsiz kelib olding, davlatingga qoid deb. Ya'ni 300 ming bilan 2 million atrofida odamni chiqarib etdi ekan. Undan so'ng o'ttirchisi 1 milliondan ortiq odamni chegaradan chiqarib etdi degan gap. Bu qonunsiz kelib oldi deganlar u odamlarga bekorlik pul berib ketdi, shaharlarni vayron qilib etdi, doktorxonalarni bekorlik davolanib ketdi, ba'zilar og'ringanlar bor. Ularning ba'zilari rost. Ammo ularning ichida yana ba'zilari quvvati bor odamlar bo'lgandan keyin kakalning hammasi quruq kelmaydi. Ba'zilarning puli bor, ba'zilarning iqtidori bor, mahorati bor, ba'zilarning kuchi bor. Bular Amerikaliklar qilmaydigan yoki maoshni tuvan ko'rib qilmaydigan ish haqini tuvan ko'rib qilmaydigan ishlarni qilayotgan gap. Bular bekor turmayotdi. Ya'ni bularning ichida ba'zilari yana iqtisodga ozto'la to'p qo'shayotganlar bor. Men o'tganda sizlarningki Oltinliq ko'chalar degan kitobning mazmuni deb baqirdim. O ko'chmanlar to'g'risida yozilgan. Liah Postaninki. Ya'ni Amerikada umumyuzlik etgan vaqtda xalq meyada ishada tug'ilib cho'mag'anlar. Ko'chmanlar kelib Amerikaliklarning tomoq qachisini tatib ketadi deb o'ylagan. Amaliyotda biz sonliq ma'lumotlar orqali ko'rsatdikki, bayqudikki, ko'chmanlarning Amerikaning iqtisodiga qo'shgan to'pisi nihoyat cho'ng deb. Yana 1800-yilning oxirida Italiyadan farqli o'tirib, New Yorkga Ellis Islandga kelgan italiyalik odamningki, Ellis Islandning o'ziga yozilgan xitini, gapini tapadim o'n. İtalya chiqimda Amerikada bütün ko'chalar oltin ekan deb anlagandim. Kasam, na oltin bo'lsin, bu ko'chalar hatto yasalgan ko'chalar ham yo'q ekan. Mendek odam bu ko'chalarni yasashim kerak ekan degan. Shuningga o'xshash hozir hamda hozir ijtimoiy media davrolab ketdi. Kishilar uni ko'stib, buni ko'stib, ba'zi qonunsiz deb kelib olgan Venezuelalik bola
Ben anda kıldım dep endi haksızlık, yolsuzluk ötkizip koyup adak kıysa hakның açık tutudu. Şuna şu kanunsuz dep kelip algan bazı köçmenlerge nispeten bazılarınki haqlıq olsun demde dädi var özüň döwletidegi patmagan yoki kun köränmegen yoki besilgan degenge okşaş. Yoki qıjnalgan degenge okşaş. Yoki bazılarınki döwlet täbälik bolmagan, ýençilgen, izilgen degen gep. Olaga esdaşlyk kılgan gep. Ama özüň döwletide turup, işleri ýaxşy turup, ýany maýaga arkyl maksady kägeller bolsa, onu qoglap çykyryş gerek diýmiz. Yani maýaga kelip, paraboluk sistemasinden paýlanyp, parazitlik bolaman, kılıman dese, fırsatparastlyk kılıman dese, olany qoglap çykyryş gerek. Lekin olany tepip, baýkap kılışga nurgun malya güçi, adam güçi wagt ketidi. Şu 2025-nji ýyly şu 300 000 bilen 2,1 milyon näper adamny qoglap çykyryp etimiz degen geplerni däwetdi. Bunyň ykdysat göstergen täsiri bazılarının deyişçe belkim iqtisatning işini asrak çekindiriş mümkün dedi. Çünkü bu adamların bazıları dehqançılık raýonlarynda işleydi ço. Dehqançılık raýonlarynda töwen iş işleydi. Şoňa bazı köktatlaryň mewjudlaryna bazı töwerek boldy. Degenge okşaş. Bu toğrusda hem umuman aýtganda iqtisatnyňki çekinişini keltirip çykyryş mümkün deydi. Lekin Trump özü Baqtın sözde nemi degендisi Amerikaga biz köçmen qobuldygymyz köp köçmen qobul kılgan wagtda kabiliyeti bar, töp goşalaydygan, ýokary maharatly kişilerni qobul kılmyz. Amerikada ali mektepni okup bitse, ýeşil kartuşka berdiganny qysak boldy degende geplerni qyp diken bu adam. Amma o Amerikanyň köçmenlik siýasatyny Amerikanyň parlamenti, Avam palatası belgileýdi. Parlament goýulyş gerek bu. Anan dikin Kengeş palatası makyllygan iken prezidentiň aldygy bardy. Ama şundan ideýany däwet edildi. Eger aşynda bolsa, Amerikanyň ali mektebini bitirip, diplom alalygallar, college degree depdi. Şuna baklavlyk bolan agally bolsuma, Amerikada kalsa ýeşil kartuşka berimiz diýdigan geplerni çykyryp atgan gep. Bu ikincisi. Yani köçmenler meselesinde qattyk gol siýasat ýürgüzüş iqtisadga muayyan täsir gösterdi. Bunyň täsiriniň qanda bolgalygyny hazır bilmeýmiz. Bäzide gopap köçmenler kelip Muşunda öýlerniň öý jarysy artyp ketdi diýdiganlar bar. Şundaq go. Anandaki ýany bir kysymly bar. Muşhanyň köçmenler öý mülk, öý seliş işlerinde, kuruluş işlerinde töwen maaş işläp, öýüniň bahasynyň işip ketişiniň aldyny, bäkçi gurulap işip ketişiniň aldyny açdy diýdiganlar bar. Zady qaýsy täsir güçlük? Muny birin degel bolmaýdy. Okşuman tätqiqatçylar, okşuman netijege hulasy kelişdi hoş. Üçüncüsü deregulation diýmiz. Ýani ma'lum bir sanaatni taraqqi qildirmoqchi bolsa, masalan, ma'lum ýerden gaz alymyz, neft gazymyz diýdigan iş bolsa, hökümetninki goýup algan çeklemeleri boldy. Muhitni bulgaýdy, tabiatni bulgaýdy, ekologiýany bulgaýdy. Sen bu ýerde kan qazsaň, ýany kolsaň, tagyny kolsaň, uny qysaň, buny qysaň bolmaýdy. Deydigan. Hem hökümetniň nurgun, merkezi hökümetniň nurgun ýerleri bar, gaýsy iştatlarda döwletlerge täze, döwletniň özüge täze, merkezi hökümetge täze. Ularga nisbeten goýulgan çeklen bar. Maýaga öý salsaň bolmaýdy, ormanny kessäň bolmaýdy deydigan. Trump diýdi ki, men aşu xil çeklenlerni, qaşalarny hökümet belgilep beken qaşalarny elütümen, ajizlydyman diýdi. Onda şu sahäde muayyan gülünişni barlyk keltirdi. Eger täminleş gaz, neft bilen täminleş ýokary açsyn nim boldy, gazdan bahs töwen boldy. Şoň ykdysaçnasda eger Trump aşyna qysa, hazır biz töläp atgan her bir galon gaznyň puly 15% bilen 20% etrapynda töwen boldy diýdi. Dördüncüsü şu dese, ösüm nispetine nispeten. Amerikanyň meseleligi dedim. Amerikanyň Merkezi Bankasy. Men dedim ki, Amerikanyň Merkezi Bankasy Aksaray'dan mustasna halda. Yani funksiyelik rolünü jary kıldırdı. Yani Merkezi Banka kopup men ösüm nispetini kesimen kesimen ýa-ki aşyryman dese, herkes prezidentiniň agzyna garamaydy. Bularning umum funksiyasi makroluk iqtisadi maksatlarga yetişini, iqtisadni güllendiriş, pul bagalygyny tizginleş, işsizlikni tögüdüş. Gerçi Merkezi Bankanyňki reisini prezident saýlasymy, palata, parlament makylysymy, amma ulanyň muddeti we wazipe öteşmesinden hazırki adam Jeremy Powell 2026-njy ýyly tahtdan kalady. Trump bu adamny taýinlegen, meniň gepimni anlamady dep narazymy bolgan. Alman dep hem elip etenmeýdi.
Ba'zilar deydiki, masalan, Elon Musk o'xshashlar. Markaziy bankninki raisi cho'qim prezidentning gapini anglish kerak deb. Unda bo'lsa diktatordan farq qilmaydi degan gap. iqtisodiy ishlar. Hukumatning har qaysi apparatlari o'z qonunda belgilangan huquqlarni ijro qilish kerak. O bir odamning gapi bilan ish qiladigan bo'lsa, diktatordan farq qilmaydi degan gap. Shuni umuman aytgan vaqtda, Trumpning yana degan gaplar bor. Men mulozimat sohasida ishlaydigan odamlarga kichik tip. Uni nima dedik? Tipni Uyg'urchada bir gapni oldik. Bir inimiz bir chaqda kommandatsiyaga yaxshi bo'ldi ekan deb. Mulozimat haqqi yoki tashakkur haqqi demdik. Bir gap botdi, azal esimga kelmadi. Shuning bajamayman degan gapni davdi. Ananikin öy mulk masalasida Trump biroz kengroq siyosat qo'llanman davdi. Demak, ma'qul, öy bozorda öy bilan ta'minlash oshsin. Kishilarning kirimi oshsin, öy olman deydigan odamlar ko'proq bo'lsin. Bu chaqda bir tarafdan ta'minlash ochdi, bir tarafdan talab ochdi. Ham mortgage tushsa, jiqadam öy olaman desa, o chaqda 2816, ya'ni öy mulk bozorida bahoning tövelishidan chiqib umid kutib olmaydi. Ndaqsa, bu Trump taxtga chiqqandan keyin yurgizadigan iqtisodiy siyosatlar va ularningki kelib chiqadigan mumkinchiliklar to'g'risida shunchalik so'zlab qo'ydim. Endi shu shunday kunlarda inson ancha o'zining hayotida o'ziga yaxshi gap qilgan, minnatdorlik bildirgan, musofirchilikda o'ylarga chaqirib, choy vergan, voy ukam ishing yaxshi bo'ldi, tirish. Biz shunchalik kun ko'rdik, sizlarning kuninglar buningdan yaxshi bo'ldi deb rag'bat bergan. Cho'nglarimizga, yaxshilarimizga atab yozib qo'ygan narsam botdi, bir 10 yil burun, 80 yil burun minnatdorlik sevgisi deb. Shuni o'qib beray. Yashsaqmi, qalbimizda minnatdorlik tuyg'usi bo'lsin. Ota-bobolarimizdan qilib qilayotgan madaniyatimizdagi bir muhim bizni tutib turadigan bir xil xislat deb qaraganligim uchun men shu hayotdan minnatdor bo'lish, yaxshilardan minnatdor bo'lish, yaxshilikdan minnatdor bo'lish kerak deb qarayman men. Shuna bo'lganda odamlarimizning o'rtasida mehr muhabbat bo'ladi, hurmat bo'ladi, yaxshilikni ko'radigan ish bo'ladi. Buni bir 8-10 yil burun yozib qo'yibganman. Xeyli bo'ldi bunaqa. Yana bir qitim o'qib qo'ygan bo'lishi mumkin. Minnatdorlik söygüsü. Yürekning tegidan chiqqan chin so'zlar. Shaxsiyatsiz tuyg'uda deyilgan organik gaplar. Yaxshilarning mavjudligini his qildirdi menga. Minnatdorlik söygüsiga cho'kiman shunga. Söyish o quchoqlab söyishtil ifodalanmaydi. Go'yo Romeo Julietni muhabbati bilan söygandek. Shundoq bir muqaddas söyish bo'ladi. Puxta zimin bilan ko'k söyishgandek. Bir jumla samimiy so'z. Yaxshilik uchun elingan bir qadam, yaxshilarning yig'isi uchun to'kkan ko'z yosh, ojizlarning yarisiga bo'lish malham. Bularning hammasi söygüdün bo'ladi. O'ziga bo'lgan, insonlikqa to'lgan, hayotga umid bilan baqqan, pak kishilar qalb bulug'idan urg'ib chiqqan. Anlagan men ularning hikoyasini, ko'rgan men ularning qilganlarini, tinglab turmoqdiman bo'lsam yiroqda, har zaman yaxshilarning pichirlashlarini. Minnatdor men ulardan cheksiz, hayotimni so'yib yashashga rag'bat bergani uchun ichimdan urg'ib chiqqan hissiyotim bilan rahmatimni, so'ygimni bildirgim keldi ularga bugun. Rahmat.